Emotsiyasiga o'ynash uchun qizlar o'ziga o'zi gul olib xo'jayinim berdi deydi va soxtalik ko'p. Har doim ham prosmotrlar baland bo'lsa, layklar baland bo'lsa, u yerda sotuv bor degani emas. Brendingizga hurmat olib beradigan blogerlar bilan ishlang. Eng katta xato biznesni tez natija qilaman deb xatolar bilan biznes boshlash. Shuning uchun har 3 yilda, 4 yilda marketing o'zgarib turadi. 8-marta o'zi gul olib, eriga berib, wow degan reelslar nimagadir menga yoqmay qoldi. Ya'ni soxta reelslar yoqmay qoldi. Siz o'z mahsulotingizni qimmatga sota olmaysiz. Oldinlari auditoriya srazu sizdan mahsulot sotib olardi. Hozir sizni uzoq kuzatadi. Chunki u yerda ozgina yolg'on aralashadi. U yerda hammaga sotishga uriniladi. Mijozlarga har kuni sotishimiz kerak emas, mijozlarga 3 oyda bir marta sotishga urinishimiz kerak. Hamma maska yechiladigan yil 2025-yil haqiqatga o'tadigan yil. Assalomu alaykum, men Alima Abekovna. Bugun sizlar bilan 2025-yilda ishlaydigan marketing strategiyalari haqida gaplashamiz. Zamon o'zgaradi, iqtisod o'zgaradi, bankovskiy sistemalar o'zgaradi. Eng asosiysi eski strategiya va eski sistemalar ishlamaydi. Birinchi o'rinda inson har kuni bir xildalikni ko'rganda nima paydo bo'ladi? Bir xildalikdan inson charchaydi. Misol uchun oldinlari bir xilda reklama, aktrisa, aktyorlarni ishlatishganda u ham natija bermagan. Ikkinchi o'rinda yana nima bo'lgan? Qo'shiqchilar, aktrisalar natija bermay qo'ygan yoki slishkom emotsionalnilar natija bermagan. Keyin reklama o'zgargan. Bir xilda reklamadan insonlar charchaydi. Ularda immunitet paydo bo'ladi. Ularning e'tibori qolmaydi. U bannerni slepota deyiladi. Ya'ni video chiqqan sari, bir xilda videolar chiqqan sari uj bilishadi. Hozir men buni sotmoqchi, bundan keyin men buni qiladi deb har bitta etapini aytib berishadi. Shuning uchun bir xilda marketing strategiyalar ishlamaydi. Insonlar hayron qoldirib, lol qoldirib bo'lmaydi. Ularni emotsiyasiga o'ynash qiyin bo'ladi. Shuning uchun har 3 yilda, 4 yilda marketing o'zgarib turadi. Ya'ni reklama strategiyalar o'zgarib turadi. Hozir O'zbekistonda oldinlari blogerlar oz edi. Instagramda har kuni bir nima sotishga harakat qilganlar juda ham oz edi. Shuning uchun 3 yil avval Instagramda kurs sotish, mahsulotini sotish osonroq edi. Hozir hamma SMM'ni o'rgandi. Hozir hamma bloger bo'lib ketdi. Katta sotuvlar Instagram orqali. Shuning uchun hozir Instagramda o'ta ko'p odam. Juda ham ko'p. Ya'ni oldin havo ko'proq katta joyda o'tirib ishlansa, hozir bozorga o'xshab Instagram tiqim bo'lib ketgan. Endi ammo lekin bu holatni, hozirgi holatni men nimaga o'xshatyapman? Xuddi Amerika bozoriga o'xshaydi. Amerikada ham hammada kreditlar bor. Amerikada ham juda ko'p blogerlar borligi uchun va u yerda konkurensiya balandligi uchun hozir biz amerikanskiy SMM'ni ishlatishimiz kerak. Oldinlari biz ko'proq SMM'da, marketingda xuddi ruslar kabi ishlatayotgan edik. Endi qanaqa bo'ladi? Buni bu yog'iga amerikanskiy marketing yoki katta konkurensiyali bozorligi marketing qanaqa bo'ladi? To'g'risi bilmadim, sizlarni bilmadim, lekin aktyor bo'lib 8-marta o'zi gul olib, eriga berib, wow degan reelslar nimagadir menga yoqmay qoldi. Ya'ni soxta reelslar yoqmay qoldi. Hamma infopovod nimaligini biladi, hamma emotsiya nima uchun berilishini biladi. Buni bu yog'iga afsuski insonlar haqiqiy emotsiya bilan soxta emotsiyani farqiga boradi. Shuning uchun men birinchi o'rinda nimani tavsiya qilgan bo'lardim? Bloglarda, Instagram, Telegram sotishda birinchi o'rinda soxtalikdan ketish. Soxtalikdan voz kechgan kunimizda bizda auditoriya bilan ishonch paydo bo'ladi. Haqiqatda oldinlari misol uchun rossiyskiy blogerlar qanaqa o'rgatgan? Men o'zim o'qigan kurslarimda ham qayerda e'tibor bo'lsa, o'sha yerda katta sotuvlar bo'ladi deb o'rgatishgan. Ammo lekin men keyin bilsam, e'tiborni olish juda ham oson ekan.
ishonchni topish qiyin ekan. Hozirgi juda ham ko'p ko'raman Instagramda, Telegramda auditoriyani emotsiyasiga o'ynash uchun qizlar o'ziga o'zi gul olib xo'jayinim berdi deydi va soxtalik ko'p. U yerda auditoriya his qiladi uni. Shuning uchun u yerda juda ham katta nima bo'lishi mumkin? Ishonch qolmasligi mumkin. Ishonch qolmasa u yerda nima bo'ladi? Sotuv bo'lmaydi. Endi hamma joyda bloger ko'payib ketganligi uchun, juda ham blogerlar ko'payib ketgani uchun iloji boricha siz Instagramda sotuv qilmoqchi bo'lsangiz, kasha stranitsa bo'lmang. Ba'zi blogerlar ham stomatolog, ham bloger, ham kurs, ham kiyim va katta kasha bo'lgan sari siz o'z mahsulotingizni qimmatga sota olmaysiz. Shuning uchun 2025-yilda stilida emotsiya orqali sotish, o'ta darajada aktyorstvoga berilib ketish. Men o'zim ham masalan qirolicha obrazida chiqdim, 10 mingta lita oldim, lekin u yerda katta haytam bo'ldi. Ya'ni men shundan bildim, o'ta darajada aktyorskiy masterstvoga berilib ketishlik, soxtalik yokida bir o'zingiz biznes o'qituvchisi bo'lsangiz, aktrisa bo'lib chiqishlik har doim ham katta sotuvga yoki ishonchga olib kelmas ekan. Shuning uchun buni bu yog'iga nimani maslahat bergan bo'lar edim? Ozgina auditoriya bo'lsa ham o'zingizni kichkina yo'nalishingizga sodiq qoling. Balkim siz bento tort qilarsiz, balkida siz nima desa bo'ladi, SMM yo'nalishidadirsiz. Hozir o'sha konkurensiya baland, Instagram kasha, hozir e'tibor bor joyda sotuv emas, ishonch bor joyda sotuv bo'ladi. Nimagadir juda ham ko'p blogerlar, juda ham ko'p biznesdagilar e'tibor kichkina vaqtdagi hype emas, uzoqroq vaqtga kattaroq, yaxshiroq siz nima qurasiz u yerda? Obunachilaringiz bilan birga aloqa o'rnatishingiz kerak. Marketing faqat bir kunlik, bir yilda hamma pulni yig'ib olish emas. Marketing bu necha yillarda quriladigan tadbirkorlar va mijozlar o'rtasidagi aloqa. Shuning uchun bir kungi sotuvni deb ishonchdan ketib, o'zingizni profilingizni yo'qotib aktrisalikka kirish juda ham noto'g'ri yo'nalishda biri. Har doim ham prosmotrlar baland bo'lsa, layklar baland bo'lsa, u yerda sotuv bor degani emas. Ko'rinishingizni, kiyimingizni, obrazingizni yoqtirib layk qo'yish ham mumkin. Shuning uchun men nima xohlagan bo'lardim? Marketingda uzoq muddatli quring. Hozir bitta obrazga chiqib e'tiborni olaman deb emas. Sizni kim boy qiladi? Sizni sodiq mijozlar boy qiladi. Sodiq mijozlarni bitta ishonchidan chiqsa sizdan bir marta sotib oladi-da, keyin sotib olishmaydi. Va juda ham eng katta qilinadigan O'zbekistondagi eng katta xatolardan biri albatta nima bo'ladi bu yerda? Bizda hozir hamma pulni topib olish kerak, mashina, uyni sotib olish kerak-da, bu yil, kelasi yil nima bo'lishini o'ylashmaydi. Shuning sizni kim boy qiladi? Har yili sizdan mahsulot sotib olganlar sizni boy qiladi. Shuning uchun iloji boricha marketing strategiyalar qurayotganda bu menga ishonch beradimi? Bu menga birinchi o'rinda reputatsiyamni ko'taradimi? Hozirgi mijozlarim mendan hozir faxrlanadimi shuni ko'rsa, menga pul berganlar? Bizda dopamin, layklar keladi. Birinchi o'rinda tanilish oson, tan olinish qiyin. Shuning uchun har bitta postingizni qo'yishdan avval bu menga reputatsiya beradimi, bu menga hurmat beradimi? Tan olinadimanmi? Tanilish juda ham oson. Men bitta Andijondagi bozorda o'nga tushib bersam, magazinda o'nga tushib bersam, millionta prosmotr bo'lgan, misol uchun menda. Это нормально, но siz hozirgi zamonda nima uchun Kim Kardashianlar, nima uchun juda katta blog kompaniyalar 10 mingta, 100 mingta ahvati bor blogerlardan reklama sotib olishadi. Chunki u yerda ishonch bor. Millionli blogerlar afsuski e'tiborni ushlab qolaman deb juda ko'p soxtalikka yo'l qo'yishadi. Prosta prosmotr tushib ketmasligi uchun, statistika tushib ketmasligi uchun. Uni auditoriya qayerda bloger o'zi uchun gul olgani, qayerda soxtalik ketayotganini auditoriya juda ham tez biladi. Shuning uchun marketing uzoq
yillar davomida mijozlar bilan quriladigan aloqaligini esingizdan chiqazmang. Buni bu yog'iga konkurensiya balandligi uchun oldinlari auditoriya srazu sizdan mahsulot sotib olardi. Hozir sizni uzoq kuzatadi. Sizga ishonch bormi? Ishonsa bo'ladimi? Sizdan kimlar sotib olyapti? Auditoriya o'zbek xalqi juda ham aqlli. Juda aqlli. Kim hozir eri bilan yaxshi munosabatda, kim sotuv baland, kimda aktiv baland, hamma narsani biladi. Shu ekan, iltimos blogerlar, biznes ladylar o'zlarini har xil e'tibor uchun har xil reelslarga, har xil ko'yga o'zinglarni chominglar-da. O'zinglarni tanlagan yo'nalishingizda professional bo'linglar. Psixologiyadamisiz? Zo'r psixologlarning malaka oshirish kursida o'qing. Zo'r siz masalan tort pishiradigan qizmisiz? Siz o'zingiz reelslaringiz bilan, BMW podarkalari bilan emas, qilgan tortingiz bilan e'tibor oling. E'tibor olish oson, tanilish oson, tan olinish, hurmatda bo'lish, statusda bo'lish u juda ham qiyin narsa. Shuning uchun har bitta postingiz e'tibor olish uchun emas, balki-da sizga hurmat, reputatsiya va obro' olib berish uchun ham bo'lishi kerak. Shuning uchun buni bu yog'iga 2025-yilda soxtalik chiqib ketishini sizlarga aytmoqchiman. Hamma reputatsiyaga ishlaydi. Reputatsiya qanaqa quriladi? Yillar davomida quriladi. Reputatsiya yillar davomida asta-sekinlik bilan quriladi. Qachon reputatsiyamiz tushib ketadi? Biz o'zimizga o'zimiz xiyonat qilsak, o'zimiz qadriyatlarimizga xiyonat qilsak, o'zimiz mahsulotimizga xiyonat qilsak, birinchi o'rin odamlarga yoqishni biza odamlarga yoqish uchun va ularning e'tiborini birinchi o'ringa qo'ysak, reputatsiyamiz tushib ketadi. Chunki birinchi o'rinda bizning o'zimizni ishonchimiz, g'oyamiz, qadriyatlarimiz har doim birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Shuning uchun iloji boricha sizga brendingizga hurmat olib beradigan blogerlar bilan ishlang. Ba'zilar o'ylaydi, hozir millionli blogerdan sotib olsam katta daromadim keladi deb. Yo'q. Sizni mahsulotingizni hurmati, siz reklama qilayotgan, reklama sotib olgan blogerlarning hurmati bilan tengma-teng. Endi buni bu yog'iga qaysi bloglar, qaysi yo'nalishda har doim sotuv bo'ladi. Albatta psixologiyada 100% sotuv bo'ladi 2025-yilda. Nima uchun? Chunki hammaning krediti bor, hamma tushkunlikda, psixologiyaga hammaga kerak. Hattoki 2024-yilda erkaklar ham juda ham ko'p foiz erkaklar psixologiyaga qiziqishni boshlabdi. Kulinariya har doim trendda bo'lgan, o'z qo'lingiz bilan ovqat qilish har doim trendda bo'ladi. Sport, обязательно sport, sog'liq, ozish, chiroyli ko'rinish har doim trendda bo'ladi. Qimmatroq kiyimlar trendda bo'lmasligi mumkin, inomarkalar trendda bo'lmasligi mumkin, Dubayga uchishli trendda bo'lmasligi mumkin, lekin hozir insonlar kichkina narsadan zavqlanadi. Ko'pchilikning hozir krediti borligi uchun, xalqdan pul qochganligi uchun insonlar zo'r upakovkalardan zavq olishni boshlaydi. Hozir insonlar o'ta qimmat mebelga pul sarflamasligi mumkin, o'ta qimmat uyga, mashinalarga pul sarflamasligi mumkin, lekin настроениясini ko'tarish uchun zo'r upakovkali kofe oladi Instagramga qo'yishlik uchun. Zo'r upakovkali shirinlik sotib olish mumkin. 2025-yilda albatta siz mijozlaringizga kichkina bo'lsa-da baxt ulashishingiz kerak. 2025-yilda qaysi marketolog yutadi? 2025-yilda kreativniy marketolog yutadi. Kreativniy albatta konkurentdan chiqish uchun siz o'ta darajada kreativniy va o'zgacha podxodli brendingiz bo'lishi kerak, upakovkangiz bo'lishi kerak. Instagramda ham juda ham kreativniy podxod bo'lishi kerak. Chunki insonlarning katta puli yo'q, katta qimmat mahsulotni sotib olgani, chunki ko'pchilikning krediti bor. No, ular Instagramga qo'ygani kreativniy reelslar, kreativniy kontentlar olishni xohlaydilar. Endi shuning uchun ko'pchilikda tushkunlik bo'lganligi uchun, xalqdan pul qochganligi uchun hamma stressda bo'ladi. Stressdan chiqib ketishning yo'li bu sport va psixologiya. Sport bilan psixologiya обязательно uchadi. Fitness sentrlarda odam juda ham ko'payadi. Psixologlarga odam juda ham ko'payadi va albatta kichkina ularga baxt olib keladigan
kofe, chashka, zo'r chiroyli bezatilgan restoranlar, parklarda odamlar ko'payadi. Shuning uchun qimmatlik emas, balki kreativniy chiroyga biza ahamiyat berishimiz kerak. Endi birinchi o'rinda agarda siz marketing strategiya qilmasangiz, agarda siz kreativniy podxod qilmasangiz, konkurensiya kiyimlarda juda ham baland. Hozir Instagramga kirsangiz, kiyim account magaziniga kirsangiz, faqat kreativniy reelslar olgan, odamlarga yoqadigan reelslar olgan, upakovkasi chiroyli va blogerlardan to'g'ri foydalangan magazinlarda albatta u yerda sotuvlar bo'lyapti. Bu yilgi logoimiz, bu yilgi birinchi o'rindagi logo baxt oddiylikda. Haqiqatda hozir Instagramda, Telegramda haqiqatga yaqinroq reelslar ko'proq like yig'yapti. Yoshligingizni ko'rsatsangiz ko'proq like yig'asiz, to'g'rimi? Даже chet elda Jacquemus kompaniyasi eski iPhone'ga rasmga olib, birinchi chiqqan iPhone'larga rasmga olib Instagramga qo'ydi. O'sha postlar Instagramga qo'yilgan postlar juda katta axlatga like yig'di. Biz nima uchun oldingi nostalgicheskiy eski videolarni, qo'shuvlarni, kiyimlarni eslaymiz? Chunki bizada birinchi o'rinda u yerda nima bo'ladi? Har doim yoshligimizni, haqiqatni eslaymiz ko'proq. Endi birinchi o'rinda sizda bu yerda bizada biznes forumda ham uyushtirishimizda birinchi o'rinda nima maqsad bo'lgan? U yerda haqiqatda o'zini yo'nalishdagi kuchli spikerlarni chaqirganmiz bu yo'nalishga. Endi agarda men 2025-yilda konkurentlarimni yutmoqchi bo'lsam, faqat professionalligimga qaratishim kerak. Qanaqa sertifikatlar oldim, kimlar bilan ishlayapman va iloji boricha bu yerda bilasizlar, Instagramda, YouTube'da har bitta plashatkada siz birinchi o'rinda sotuvni ochishdan, biror narsa sotishdan avval juda katta foyda berishingiz kerak. Ya'niki ko'proq kompaniyani imejiga ishlashingiz kerak. Amerikanskiy kompaniyalarni ko'rsangiz, u yerda juda kam sotuv, faqat masalan Dior Instagramda sotmaydi. Faqat brend image uchun ishlaydi. Boshqa brendlar ham faqat image uchun ishlaydi. O'zini hurmatini, imijini oshirish uchun. Rossiyskiy, O'rta Osiyoni Instagramini ko'rsangiz, u yerda juda katta agressivniy sotuv keladi. Kursimni ol, uni ol, kiyimimni ol. Online sotuvlar o'ladimi? Yo'q, o'lmaydi. TikToklarda Xitoy qancha kiyim sotyapti? Это norma. No, har doim siz o'zingizni, mahsulotingizni, segmentingizni tahlil qilgan holda online sotuvlar o'lmaydi, faqat uni ham reputatsiya bilan, ham strategiyasi bilan birga olib borishingiz kerak. Endi insonlar shaxsiy brend qanaqa bo'lyapti? Butun dunyoda shaxsiy brend hali ham ishlayapti, lekin O'zbekistonda shaxsiy brendga ishonch ozgincha tushgan. Nima uchun? Chunki juda ko'pchilik kamera ko'tarib, mikrofon ushlab chiqyapti. Ular juda ham ko'p, unga ham bannerni slepota ketyapti. Endi shaxsiy brendni ham rivojlantirsa bo'ladi. Hali ham odamlar siz bilan, sizni kompaniyangiz bilan birga bog'lanib, yaxshi aloqa o'rnatgisi keladi. Shaxsiy brend bor, ammo lekin hozir ko'proq jamiyat. Birinchi o'rinda jamiyat yaratish. O'zingizni klientlaringizga yaxshi sharoit yaratib berish. Har doim biz eng katta qiladigan xatoimiz yangi mijozni qidiramiz. Hozirgi bor mijozlarga ahamiyat bermaymiz. Siz 2025-yilda bor mijozingizga ahamiyat bersangiz, o'sha mijozingizni yil bo'yi o'zingiz bilan olib qola olsangiz, bu siz juda katta yutug'ingiz hisoblanadi. Ular siz bilan qolishlik uchun ularga o'qigani joy, ularga ishlagani joy, siz haqingizda gapirgani sharoit. Hozirgi mijozlaringizga alohida e'tibor qaratishingiz kerak. Chunki 2025-yilda yangi mijozni o'zingizga qaratish narxi qimmatga tushyapti. Target ishlamayapti, hamma blogerlar ham ishlamayapti. Yangi mijozni narxi juda qimmatga tushgan uchun siz hozirgi mijozlaringizni olib qolish, hozirgi mijozlaringiz sizni reklama qilishligisi kerak.
Agarda aktiv yuza oshirmoqchi bo'lsangiz, yoshligimizda esinglardan mamnun edi, yoshligimizda esinglardan mamnun edilar. Mashhur blogerlar ham, psixologlar ham, любой Instagramda shaxsiy brendini qurayotgan odam ko'proq katta qiymatli, foydali ma'lumotni tekinga berishga tayyor bo'lsa, kim uzoq muddatli mijozlari bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'lsa, kim professional sifatida o'zini rivojlantirmoqchi bo'lsa, o'sha odam yutadi. Hozir ko'pgina hamma ko'ylaklarimizni sotib olamiz. Hozir srochni uy bilan mashina olamiz. Hozir deb qisqa muddatni o'ylab harakat qilgan tadbirkor yutqizadi. Chunki u yerda ozgina yolg'on aralashadi. U yerda hammaga sotishga uriniladi. Marketingda biz o'tgan yillar e'tibor qozonishga harakat qilgan bo'lsak, hozir ishonch qozonishga harakat qilishimiz kerak. Va mijozlarga har kuni sotishimiz kerak emas, mijozlarga 3 oyda bir marta sotishga urinishimiz kerak. Kontent yaratayotganimizda bu sotishga uringanmanmi yo haqiqatda mijozlarimga nastroyeniya ulashyapmanmi, emotsiya beryapmanmi, ular bilan yaxshi ishonchli aloqa o'rnatyapmanmi, ularga foyda beryapmanmi degan savolni o'zingizga berishingiz kerak bo'ladi. Endi buni bu yog'iga uzoq muddatni o'ylab faqat mehnat qilgan odam yutadi. Faqat mehnat har kuni bir xilda foydali reels. Oldinchalik Instagramlarda pul topish sal qiyin bo'lib qoldi. No, uzoq vaqtni o'ylab ishonchga va expertnessni oshirganlarga bu katta yangilik, katta ertaga indinga katta daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Men agarda kiyim sotishni mo'ljallagan bo'lsam, ko'proq mijozlarimga kiyinishni o'rgatgan bo'lardim. Makiyaj sotayotgan bo'lsam, kosmetik sotayotgan bo'lsam, mijozlarimga makiyaj qilishni o'rgatgan bo'lardim. Kurs sotadigan bo'lsam, kursimni ko'rsatishdan avval motivatsiya bilan bepul maslahatlarni to'ldirib yuborgan bo'lardim. Chunki bu yerda hozir kimda ko'p qiymat, foyda bera olsa, o'shandan sotib olishadi. Kimda katta e'tibor bo'lsa, undan sotib olinmayapti. Kimga ishonch bo'lsa, sotib olinyapti. Buni yaqqol misolida eng qimmat, eng zo'r brendlardan ham ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun buni bu yog'iga konkurensiya balandligi uchun kim ko'p qiymat bera olgan inson, kim uzoq muddatli yaxshi ishonchli aloqalar o'rnatgan joyda 2025-yilda sotuvlar bo'ladi. Va albatta o'zingiz obunachilaringiz bilan gaplashib turishingiz kerak. Ularni muammolarini, o'zingizni haqiqiy real hayotingizni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Hazakam gul berishlar, hazakam mashina olishlar, hazakam podarkalar, hazakam naigrannislar 2025-yilda ishlamaydi. Haqiqiylik ishlaydi, oddiylik sizga katta natija beradi. O'shaning uchun hamma maska yechiladigan yil 2025-yil haqiqatga o'tadigan yil. Endi haqiqatda bitta natijaga juda sekin chiqiladi. Haqiqat go'y bo'ladigan bo'lsangiz, 4 yilda katta natijaga chiqasiz. Har kuni mehnat qilasiz. Har kuni sportga ketayotganingizni qo'ying. Har kuni ovqat qilayotganingizni qo'ying. Har kuni bolangiz bilan dars qilayotganingizni qo'ying. Har kuni ishlayotganingizni qo'ying. Instagramda prosta oddiylik yutadi bu yil. Oddiylik yutadi, chunki hamma joyda hozir e'tibor qozonish uchun soxtalik juda ko'payib ketgan. 2025-yil marketing strategiyasi oddiylik va o'zingizni brendingizni qadriyatlariga turish. Brend qadriyatlarini qurish, qadriyatlarga asoslangan kompaniya qurish, biznesda xatolarsiz boshlash. Men biznes 101 kursimga ichiga kirgizganman. Eng katta xato biznesni tez natija qilaman deb xatolar bilan biznes boshlash. Agarda siz 2025-yilga qo'ygan maqsadlaringizdan biri shaxsiy biznesingizni to'g'ri boshlash bo'lsa, men sizlarni biznes 101 kursimga hammanglarni taklif qilaman. Biznes 101 kursi hammani hozir sharoitiga qarab chiqib hayotimda qilmagan 500 ming so'mga qildim. U yerda siz o'zingizga biznes turini tanlashda noldan o'rganasiz. U yerda hammasi bo'lib 32 ta darslik bor.
O'zbekistonda top esinglarda bo'lsa MBA forum qildim. U yerda O'zbekiston top spikerlari keldi. Biznes boshlashda qo'rquvni yengish, Laziz aka sun'iy intellekt haqida gapirdi va boshqa O'zbekiston top spikerlari ham Barno Tursunova biznesdagi xatolar haqida gapirdi. Top xatolar haqida. U yerda hammasi 32 ta darslik bor. Agar shu darsliklarni ko'rsangiz, sizda energiya paydo bo'ladi. Har kuni bir xilda ishni qila olasiz. Agar 2025-yilda men bunda katta pulni topaman desangiz ham adashasiz. Agar 2025-yilda omadga ishonib biznes boshlasangiz ham yutqazasiz. Chunki konkurensiya juda baland. Instagramda juda katta konkurensiya. Любой biznesda. Hozir har kuni mehnat qilgan odam yutadi va bilim bilan mehnat qilgan odam yutadi. Agarda bir kun mehnat qilmasangiz, o'sha konkurentlaringiz chiqib ketyapti. Agarda konkurentlaringiz o'qib harakat qilsa, sizni yutyapti. O'qimasdan harakat qilsangiz, juda katta minusga kirib ketishingiz mumkin. Chunki aytayotganimdek, konkurensiya juda ham baland. Har bittanglarga savob ish bo'lishligi uchun men biznes 101 kursini oldin $800 sotganman. $800. $800 produktimni men sizga bugun 500 ming so'mga berib yubormoqchiman. Ramazonga men birinchi o'rinda savob bo'lsin dedim. Ikkinchi o'rinda 2025-yilda iqtisodda va biznesda nima kutayotganini men bilaman. Hamma kimki omadga ishonib, tajribasiz, prosta tavakkal qilib boshlasangiz yutqazasiz. Aniq ravon strategiya kerak. Sizga mijoz konkurentlarni yutmoqchi bo'lsangiz, aniq ravon, sizga har kuni bir xilda siz qachon o'zingiz yo'nalishingizda ekspert bo'lasiz, har kuni bir xilda ishni qila olasiz. Har kuni bir xilda ishni qilish uchun sizga nima kerak? Energiya kerak. Siz energiyani qayerdan olasiz? Sportdan, bilimdan, oiladan, namozdan. Lekin birinchi o'rindagi energiya manbai bu kurs. Kursni ko'rasiz, uni ishlatasiz. 2025-yilda prosta hamma oddiy mehnat qiladi, ertasidan kechgacha o'qiydi, o'zini rivojlantiradi. 2025-yilda har kun o'qib, har kun ishlagan inson o'ziga ishonch quradi. Keyin 2026-yil krizisdan chiqqanda, xalqda pul bo'lganda hamma sizdan sotib oladi. Men sizga 2025-yilda grandiozniy wow sotuvlarni va'da qila olmayman. Bilim bilan har kuni harakat qilsangiz 2026-yilda bomba sotuvlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Xalqda pul paydo bo'ladi. Eng yomoni 2025-yilda bozor sayqallanib, eng kuchlilar qoladi. Mehnat qilishga tayyorlar qoladi bozorda, bilimi borlar qoladi bozorda. Ishonchi borlar, mehnat qilishga tayyor bo'lsangiz, bilimingiz bo'lsangiz, siz bozorda 2025-yil qolasiz. Agarda siz u kurs nimaga ham kerak edi deyish yoki-da 2025-yilda ishlagim kelmayapti, uyda o'tiray degan bo'lsangiz, yo'q. Konkurensiya kimki ishlagisi kelmasa, kimki bilim olgisi kelmasa, hammani bozordan chiqazib yuboradi. 2025-yil bizda omadga ishonib, tavakkal qilib, yaxshi nasriyanga ishonib ishlaydigan zamon emas menimcha. Hamma baribir ertalab turib nasriyasi bo'lmasa ham ishlaydigan. Va agarda siz bilimingiz bo'lmasa, to'liq strategiya tuza olmasangiz, bozor sizni chetga chiqazib qo'yadi, chunki konkurensiya baland. Har bittanglarga biznes 101 kursini tavsiya qilaman. Chunki u yerda nima qo'shganman? Biznesni to'g'ri moliyalashtirish darsi bor. Umidjon Ishmuhammedov ham o'tgan. Men o'zim ham alohida o'tganman. Biznesni moliyalashtirish bo'yicha alohida dars o'tganman. U yerda targetni to'g'ri yoqish bo'yicha Abror 3 ta dars yozib bergan. Eng zo'r darslardan biri Husan Mamasaidovning darslari. U yerda hayotingizni to'g'ri moliyalashtirish bo'yicha aniq ravon strategiyasini tuzib bergan. Barno Tursunova biznesda qilish mumkin bo'lgan, O'zbekistonda hamma biznesda qiladigan xatolarni 10 tasini sanab o'tgan. Agarda 2025-yilda siz qo'rquvlaringiz bo'lsa, konkurensiyadan qo'rqayotgan bo'lsangiz, ish topolmayman deb qo'rqayotgan bo'lsangiz, Nargiz Sattarovning u yerda qo'rquvlarni yengish darsi bor. Agarda siz 2025-yilda kamroq xodimlar olib, ko'proq o'zingiz foydani olmoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellekt ishlatishingiz kerak. Sun'iy intellekt nimalarga qodirligi, nima uchun sun'iy intellektni siz ishlatishingiz kerakligini Yusufbay o'z sohasining eksperti darsni o'tib bergan. Undan tashqari men Reelslar orqali katta sotuvga
kelish, kuchli jamoa yig'ish, biznesni to'g'ri olib borish bo'yicha 20 dan oshiq darslarim u yerda mavjud. Hozir siz 500 mingga sotib olmasangiz, Ramazondan keyin boshqa narx bo'ladi. O'zini 8 million narxida qo'yib qo'yaman. 2025-yilda demak, sizda eski marketing ishlamaydi. Birinchi o'rinda eski mijozlaringizga to'g'ri muomalada bo'lishingiz kerak. Ikkinchi o'rinda har kuni harakat qilishingiz kerak, strategiya bilan harakat qilishingiz kerak. Va sun'iylikdan qochib, o'zingizni qadriyatlaringizni ko'proq va sizga ishonch va sizga hurmat olib kelib beradigan kontent ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Ha, yana qanaqa kontentlar 2025-yilda sizga axvat olib kelish mumkin? Oilaviy kontentlar ham juda ham yaxshi ketishi mumkin. Shuning uchun kimki 2025-yilda konkurensiyaga dosh berib, krizisdan yaxshi chiqmoqchi bo'lsa, men biznes 101 kursimga krizisdan biznesni olib chiqib ketish darsini ham qo'shdim. Prosta xalqga savob bo'lishligi uchun. Biznes 101 kursimizga to'lov qilasiz, Modmidan srazu birinchi darsni ko'rishni boshlaysiz. Modmi platformasiga 500 ming to'lashingizga birinchi dars ochilib, hamma darslar o'sha syomka qilingan, tayyor. U yerda yana 5 ta qo'shimcha spikerlarning darsligisi bor. YouTube uchun Biznes 101 kursiga yozilish uchun mana bu yerda havola bor. Ezib yozib o'tsanglar bo'ladi. Va u yerda sizlar to'lov qilishinglarga birinchi darsni ochishinglar mumkin bo'ladi. Hozir Biznes 101 ga to'lov qilganlar bilan bir haftani ichida biz hammamiz bitta joyda yig'ilib iftorlik qilamiz. Bugun to'lov qilganlar bilan, okay?